kech paytga 9 gacha mana ko'rib turibsizlar, qora osh, bu achchiq osh, o'sha somon oshidan bo'ladi. Bu yerda oqi ham bor. Ertalabki 10 dan kech paytki 9 gacha uzluksiz xudo xolasa oq osh, qora osh yo'lga qo'yilgan Zaytun osh markazi. Marg'ilonda Pet kollejda ro'parasiga burchagiga uglovoyga ochilgan. Oldin jo'ja sotilgan bitta, shoh somsa sotilgan, o'sha o'rniga Zaytun osh markazi keldi. Ustiga rulet, tuxum, qaza, xullas hamma yo'lni qo'yib berishadi. Dastlabki qilib bemalol uyga kirgizib yuborsiz bo'ladi. Nomer qo'yib qo'yilyapti. Xullas nomer ichkarida joylari bemalol kirib ko'ramiz. Xo'p, qora osh kilosi nechi pul? Kilosi 70 ming. Qorani kilosi 70 ming, porsi 28 ming. Oqchi tushor bo'libdi. 22 ming, ha? Kilosi 55 ming. kilosi 55 ming. Saboy idishlar bor, ichkariga kirib ko'ramiz bemalol. Lokatsiyani ham ko'rsatib qo'ying, mana bilmaganlarga. Bu mana ichkarida joyimiz. Bemalol o'tirib yesa bo'ladigan zallar bor. Dastlabki ham ko'proq, aslan uni dastlabga ketadi. Endi kelib yeshingiz ham bo'ladi. Pastda raqam qoldiryapmiz, telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.